Assalomu alaykum hurmatli mekendoshlar. Bugun 4-may 2025-yil Жалал-Абад облысы Аламука району Соломо мал базарындабыз, туугандар. Ага канча сом Нур спорттон чыгат, бул видеолор көрсөңүздөр болот. Тартайлы аке, ушунан. Канча болду тай? 78 миңге бербей койдуңуз. Алындыбы? Өтө сонун экен а бир ога. Мына 78 миңге alındır doğanlar. Maşallah zor ki. Bu kimden eken? İstemez. Assalamu alaikum. Kança bolu atır ha? 71 bolu. 71'ge verilmeye atır ha? 71 minge verilmedi doğanlar tay. Kunan eken. Kunan mı? Kunan eken. Pay kança oldu ake? 85 bin. 75 bin suradı. Vermediniz ha? 75 bin surattı. Verilmedi. Kunan eke. Assalamu alaikum ake. Kaç adam oldu? Ya bir oldu ake. Ha oldu. Assalamu alaikum aka. Kaçadan oldu? 130 bolu atır. 230 bin mi? Oşanda 65 binden bolu atır o. 75-55. Ha 75-55. Bunысы işler aka. Hayır işe girdin mi? Hayır işe girdim. Assalamu alaikum. Tartmay gel. Bir süylep bergen aka. Ya tartmay gel. Bazar kanday bolu atır? Oşadan bir süylep bergen aka. Dam böce sal jürüp kaldı oşular mal var. Deme tuğan pazar dam bolgan. Dam. Bir 2-3 cumadan beri. Elde akça joğuş koy. Ötken pazar zor boldu. Açık ele. Ötken pazar Ötken yaxşı. pazar kımbat bolgan üçün bu pazar paydı köp ketmişler. Koy pazar, mal pazarlar. Dele kıskaz akçası joğuk adamlar yürü. Alarman Malak çok. degen adamlar şıldığında tür. Bunun içe görmeyizin mi? Bunun kartan ki. Çıldırdı. Şundaka manide geltirip atır da. Satarmanga kıyım bolup attır da. Satarmanga kıyım bolup atır. Kuda kalasa жақшы bolup ketet. 20'sından keyin açılıp kalat deydi. Gayle bazarın ardı bez. Ay 20'dan keyin жақшы olup ketet. Maydın 20'sından keyin. Nege? Hem oşen şu atır go bazar Bu жақшы. adamdın yaşauın özün aldığı bolup atır. Tartı şunu. Ha boldu. Özün aldığı bolup atır. Burayı aldı vağı ne çıkacak? 20'dan keyin öl. O adam oğulup ketetigen söz çalgan. Bugün Doğru aytasın. adamın yerden seni anlayın. Allah bilet. Bir gana Allah bilet. Telefonda tart. Başka işe arlaşma. Tura. Süresi çıkar. Boldu ake. Hakikat çıkar. Siz de aytkanız kılağız. Bazarınız. Hakikat bardı. Hakikat çıkar. Jegenderdi kusturkudan var. Çıkar. Boldu. Kedet video. Al gol dünyaklar gol. Hayır. Verezin mi? Kança boldu oşanda? 130 bin pul veren. Veren mi? Evet Tuğan. Hem ne deyip bize? Buna ki? Ake. Bir cana berbey tokşoyt. İşte bir sekirik görüyor ake. Gözün aytçı, kança koşup İşte sekirin ake. Gözün aytma. Dengel ayt. Ya sen de buluger balazın mı? Aytma. Bir 2000 sekirik ake. 1000 somla 2000'den sekirik. Ha, 2000 akça ver. Verezin mi? Elleri kaçatıyor bu kameradan. Niyizine kaçatmıyor? Hakikat silo atırım ben derdim. Jegenlerdi kusturuş gerek bardı. Adamlar da aldığanlar diyem jeş gerek burada. Aç çıkıla söz. Adamlar da nerede aldap kasal mal satıp ettirir öbürü. O şu turan esler. Karmat durdu şunu. Malı satkandan keyin ayrına açı gerek. Bereke bolboy taş olaq. Ben ayttım bunu aldavastamda dengel ay satkıla dedim. Aylan başta dedi. Soğuda bekon sattır. İyice karmap durur kıynalı. Zorga tavuk kegen akçası kene. Oşa adam koşunu uvatkan bozu. Ecenin akçasını kaytarıp yer, kozunu alıp getek kozunu. Razdın mı beka? Beklimin şu balak koş dedi, koş verdi. Razı o zaman bana berekan tartma. Tartın emi? Boğdu bu. Kışpay kaldı. 132 minge kovun bir beli.
Bo'ldi mana aka, tartamiz. Bu qancha bo'ldi aka? 111 ming. Yosh qanday buni? Ha, so'ygun 111 ming so'm ha. 111 mingga al bir semiz ekan. Zo'r bo'ldi. Bugundan ekan. Sistem emasmi aka bu? Yo'q, yana emas. Aka qancha bo'ldi? At. Va bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? 130 ming. 130. Yosh qanday? 300. 130 ming so'm bo'ldi. Aka qancha bo'ldi bundan? No chaqanat, ha? 100 ga bermedinglar bu. 100 ming so'm bo'ldi berildi. Aka qancha bo'ldi? 120 oldu lan. 100 ga. Erta menen 120 ming bo'lgan ekan, 100 mingga men aka dag'i so'rayotadi. Qaysi kanal aka? Bu qancha so'm Nursport? Qancha so'mni? Qancha so'm menen Nursport kanalidan chiqadi. Ko'raysiz-da, marhamat uyda. Ha, uyda jadval. Bağlardı görseniz bu. Nasıldı? Erbegengami? Neden şef? 100 bin gibi. Yaxshi gap. Qancha oldu aka at? Atmi? Ha. At birodiki meni ko'ryapti. Ha, birodiki satat ekan? Qancha deyapti? Yo, atni qancha deyaptiring? 130 ming kichina kiyimi bor ekan. Assalomu alaykum aka. Qancha oldu? At va bo'ldi. 110 mingga bermedingiz. 110 ming so'm bo'ldi, berildi. Assalomu alaykum. Ha, tug'an. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi ag'at? 125 mingga berib edinglar, ha? Yosh qanday buni? Jamazimi? Zo'r ekan. 125 ming. Bu suluv ot ekan. Qancha bo'ldi? Aka? 130 mingga berilmedi. Yosh qanchada buni? Pishdimi? 130 mingga berildi. Pishdi ekan. Bo'ydagi biy 165 qaysi ba bo'lyapti? Ha, mnogo atba bo'lyapti, ha? Yosh qanchada bu? Ber. 85 ming so'mga berilib yotir bunda. Siz qancha suryapsiz aka? Men 88 ga baraka oldu. Ha, 3 ming so'mga gegiladi, bir 2 ming so'm, 3 ming so'mga. Jana qildilar. Kelishkilar mana. 85 mingga suryapti. Ya oğlum, atandan bir çay içtim sen. Sen fabrikanı öğrensin. 85. Min sonra. Ayıp olanla alatla, topsuzdan alatla ayıp. Ayıp var için Allah. Benim aynı kötü atın köy. Benim bir yer. Aybım ne ken bunu aka? Putun nuru aldı da. Ha, putun nuru aldı. Hey ne var? Yer adamı getirmem. Yer sonra da bizim Qancha oldu aka at? Emi babolo, qancha deyapsiz? Qancha suryapsiz aka? Bolisini aytib, qo'lga 130 kam var deyapti. 130 ming so'm kiyimi bor ekan. Yosh qanchada? 3 yosh. Ulog'idagi bor o'xshaydi. Yengiljetga jaraydi. Yengiljetga. Shunday. To'g'onlar, jilqilarning bolalarni tartib ko'rsatdik endi. Uy qo'y bolalarni tartamiz. Endi Solomon mal bozorindamiz. Bu videoda hozir mana shu uylarni to'paqtordan son uylarning bolalarni tartib ko'rsatganga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosganni unutmangizlar. Bizning kanalga qatnashib mana birinchi usul buqadan boshlab ketaylik. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Qancha bo'ldi buqa? 83 ga berdim. 83 mingga bermedingiz, ha? 83 ming so'mga berilmedi hozir. Shu buqa.
Bularning esi jo'q o'xshaydi. Bundan esi tashlab ketyapti. Ayakta telefonda söyleshyapti. Satıldı mı? Kaç oldu? 70 bin oldu. 70 bin so'mga satıldı kunacın. Şu kunacın. Assalomu alaykum aka. Yine bala qancha oldu aka? 77. 77 ga bermedingiz. 77 mingga berdi. Birinchi balasi o'xshaydi. Birinchi balasi. Kaç oldu yine bala? 78 oldu ya. Hozir 77 ga turibdi. 77 mi? Jelin deri yaxshi ekan biroq. Zo'r ekan, sütü ha? 77 ga turibdi. Ha, birinchi balasi ekan. Yine bala qancha oldu? Taqsir. 119 mingga bermedingiz ha? Qancha so'rpoq bu? 4-chi to'rpoq ekan. 130 ming so'mga berildi. Beri yaxshi. 4-chi to'rpoq deydi. Bundan shu uyni suraylichi. Yaxshi ekan. Çok. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Yine bala qancha oldu? Ya birovni kun qarmab turibsiz. Ya bunisi o'zi ustku. Assalomu alaykum aka. Yine bala qancha oldu aka? 115 qilishdi. 115 qilishdi, bermedingiz ha? To'rpog'i buqa. Qaysi? Ikkinchi to'rpog' o'shdan javob bo'lmadi, uydan. Ikkinchi balasi ekan. Assalomu alaykum. Aka, bu uy qancha oldu? Ular 250 ming. 3 250. Eko, ha? Qaysi eko? Buni narx eko, ha? No eko 250 ming bo'libdi. 125 ming so'mdan. Maşallah, semiz ekan. Assalomu alaykum aka. Yine bala qancha oldu? Yine bana 110. 110 ming. To'rpog'i buqa ekan, ha? To'rpog'i buqa qancha to'rpog'i? 3-chi to'rpog'i. Assalomu alaykum aka. Yine bala. Ber tatmayni. Bo'ldi aka, so'z shu. Assalomu alaykum. Buni paroda u qancha bo'ldi aka? 185 oldu. 185. Qancha to'rpoq bu? 3-chi to'rpoq. 3-chi to'rpoq. Urg'achimi? Urg'achi. Urg'achiga. Buna qanchalik turib beradi bu? Voy bu. Jelni ham cho'ng ekan. 15. Bir so'g'anda 15 litr. Bir so'g'anda 15 litr sut beradi, ha? Maşallah. Qanchaga berib berasiz endi? Bilmem 220 ming deb turam. Kim var? 220 ming deb turadi. Bozor 185 ga so'radi. 185 mingga so'rabdir, berilibdi to'g'anda. Bazaringizni bersin aka. Zo'r ekan uy. Yaxshi aytdim. Assalomu alaykum aka. Qancha oldu? 115 ming. 115. 115 ming so'm bo'ldi. Cho'ng uy ekan. To'rpog'i urg'ach ekan. Bunisi qancha oldu aka? 27 bo'ldi. 127 ming so'm bo'ldi deydi. Bunisi Assalomu alaykum. Ya, aka, barsizmi? Ko'rinmaysiz-da. Qancha oldi? 76 ming so'm bo'ldi. Kunajin qancha bo'ldi? 86 ming so'm bo'ldi. Uy qancha bo'ldi? Satildimi? 86 oldu gel. 86 satildimi? Ne satılmadı? Ne satılmadı? 86 ming so'm bo'ldi. Kunajin sulov ekan, ha? Bazaringizni bersin. Mana shunday uylar qattiq endi qo'ydirdi.
Nasıl onlar hazır. Buna to'g'onlar 325 so'mdan живой веске satılıp turibdi. Bu 20 kilo skidkazдағы var ekan. Maşallah, o'ta cho'ng ekan. Bu shvets parodasındagi buqa o'xshaydi-ku, ha? Qancha kilo chiqdi dedingiz? 725 kilo bo'lsa 300 so'mdan bo'lganda 200 mingdan oshib turdi. 210, 220 mingga borib qoldi. Mana shu buqa to'g'onlar cho'ng. Bu videoda qo'ylardan qo'zlarni molarni tarqatib video yaxshi like bosganni unutmangizlar. Assalomu alaykum. Va qandaysiz? Densoqlaringiz yaxshimi? Qo'ylar qanchadan bo'ldi yana bola? Bularni so'ragan jo'q, olib ketdi. O'zingiz qanchadan so'rayapsiz aka? Uni 25 dan nari o'zi sotadi. Ha, bu qo'chqor qo'y bu. Qo'y. Qo'zi. Buni qo'zisi bor ba'zi. Buni ha, bunoq ekan-a. Biroq cho'ng qo'y ekan-da. 25 mingdan o'tsa berasiz. Cho'ng ekan. Jash qanchatish? Ava? 4-chi qo'zisi. Zo'r qo'y. Qanchadan bo'ldi ava bu bag'ilganmi? Semiz. Birovniki. Ha, tuzuk. Qaysi kishini? Ha. Birovniki deyiladi. Qanchadan keldi bu? Qanchadan sotildi? 9 mingdan. Sotildi. 9 ming so'mdan. Qo'chqormi? Qo'chqor. Assalomu alaykum aka. Yana bola qo'ylar qanchadan bo'ldi? 17, 18. 17, 18, 19. Cho'ng kichinesini qarabda endi. Qancha bo'ldi shu bag'ilgan? 26 ming. 26 ming so'm. Mola qoldimi? 20 ming. 26 ming so'mga berildi. Qo'chqor. Bıçıneke ne oldu? Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? 16,5dan. 16.500 so'mdan. Oldu deb qo'chqorlarda. Qiziqsangiz. Yana bola qo'ylar qanchadan bo'ldi, ha? 1 oy. Uni bolasimi? Ha, bola. Qancha bo'ldi bular? Qancha deyapsiz? 15 oldu. 15 ming. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? Qo'zlar. Bu ham birovdik, ha? Bu ham birovdik bunlar. Qo'z qancha bo'ldi? 19. Eko 19 mi shunda? Ya bir o'zi 19 bu. Va vaytaga. 19 ming. Qo'chqor. Qaysi bog' bo'lyapti, aka? Kichma qancha bo'lyapti? 9 ming so'm. Endi eko'ylar qarma o'tirma. Qanchaga keldi bu? 14 kun. 14 dan bermediniz. Ha, narxini 14 mingga berildi narximiz. Shu yerda Qo'chqor bu qanchadan bo'ldi aka? 15.700. Bermaydingizmi, deyatyapsizmi? Bo'ldi berdi. 15.700 so'm berildi. Qo'zlar qanchadan bu? Qo'ylar aka. 16 mingdan. 16 mingdan. 4 kishi ekan qo'ylar. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? O'sha ekov. 22,5 mingdan. 22.500 so'mdan qo'chqorlar.
Koy bu. Koy. Öncelikle verilmeyiz 18,5 mingga berilibdi bundan shu qo'y. No qo'chqormi? Qo'chqor. Qancha bo'ldi bu? 40 dedik. 40 ming deyapsiz. Kam bordaymi, ha? Bor. Qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor ekan. Cho'ng ekan biroq. Maşallah. Kichik ekan da. Bu yeni bala 10 mingmi? Je o'zi. Bala 10 ming bu o'zi. Yeni ezmini ekan da suydi. O'zi 10 ming ekan. Kozlar qanchadan bo'ldi aka? Ba bo'lmadi. Qanchadan deyapsiz? Aytib qo'ying. 15 ming so'mdan ekan bunlar kozlar. Assalomu alaykum. Aka, kozlar qanchadan bo'ldi? Ha. Qancha deyapsiz? 340. 40 ming so'm. 13.300 so'mdan to'la keladi. 13.330 so'm. 13.333 so'm. 33 tiyindan to'la keladi ekan so'm. Qancha oldu? Aka? 17. Qo'chqormi? Qo'chqor 17 mingga berildi. Berildi-da. Bozor so'ragan aqchada endi 17 berdi. Qo'chqor qancha oldi, ha? 14. 14 mingga oldingizmi? Yo'q, qilyapti. Ha, bermayapsiz, ha? 14 mingga bermayaptirim deydi davomli qo'chqorda. Qo'zi qo'chqorda. Aka, yana bola qo'ylar qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 17 dan bo'ldi. 17 mingdan bo'ldi. Berdingiz. Berdim. Zo'r. Ama qo'chqor bular? Pishma qanchadan bo'ldi? 18. 18 mingdan bo'ldi, ha? Berdingiz. So'radi bu bozor 18 ga ber deb. 18 ga ber deb so'ragan ekan, beribdi ravom buni. No'g'iko 18. Ama qo'zmi qo'y qancha bo'ldi? O'zini qo'y 16 ga berib berdim. 16 mingga berdingiz. Qo'z qo'chqor. Bunisi chaqanroq qo'y ekan. Pishma bunisi. Bunisi pishma. Pishma qancha bo'ldi? 16 qildi, to'ni 32 qildi. 16 mingdan 32 ga berdingiz, ha? So'rag'las. Savur qilib turaymi-chi? Qimmatroq ketib qolar. Bular qanchadan bu? Taqsir, qo'ylar qanchadan bo'ldi? Bilmem biroq qarmab qo'ydi. Qarab O'sha bir bozorda jarimi bormi? Birovni qo'yib qarmab turadi. Aldavam. Sizde pul navalinin. Hep de mi dedim 35 bin daha. Qaysi baraka bo'lyapti? Yok. Qancha bo'ldi? 21 ming. Ne sizde gel. Bunisi-chi? Bizga 35 ming. Kam bormi? Qancha dish? Yuborg'ina beraman. Yuborg'ina beraman. Biroq yaxshi qo'chqor ekan-a. 35 ming so'mdek. Qo'ylarim bormi? Qo'ylar qanchadan Bu yerda bo'lyapti? o'zadilar, bitta toza olish kerak, oyoqqa qo'yaman. Aka, qo'ylar qancha bo'lyapti? Qancha deyapsiz? Turadi bozor? qo'zi qancha? Aka, 15 lira. bular sotildimi? Qanchadan ketdi? 18 mingdan. Yaxshi, zo'r. 18 mingdan sotilib turdi ular. Buna deganda qo'shib Assalomu alaykum.
Qanchadan bo'lyapti qo'chqorlar? 40 lira tam 32'yi vermedim. 32 ming bo'ldi bermadingiz. Urug'tiqada emi bu? Bunlarda 32 mingga berdim o'tirman. Bu qo'ylarga qo'shqonida emi, ha? Yaş qancha tishda? bu 4 tiş molar qo'zi. Bu 4 tish ekan, bular qo'z ekan. Telefon nomeringizni 773 0773 86 01 19 urug'tiqa qo'chqor kerak desangizlar mana. Yaxshina qo'chqorlar bor ekan. Bere turgan senangizni aytingchi. 35 ga berem bular 25 dan. 35 ming bular 24 dan. Shuni baldari o'xshaydi-ku bular ham. Qo'z ekan bular. Ava qo'zlar oldisizmi, sotasizmi? Sotam. Qanchadan? 15. 15? Erkakmi barda? 15 ming so'mdan ekan. Erkak qo'zlar, cho'ng-cho'ng. Semiz, dadir. Qo'ylar qanchadan bo'ldi aka? Qo'ylar yaxshi bo'lgan. Faqat boqlari. Ha, bo'ladi, xudo qalasa. Az qoldi. Men keldim-ku, hozir bozor yurgizamiz aka. Yemki bozor zo'r bo'ladi aka. Qaysi bog' bo'lyapti aka? Yine bulan. Qancha endi bola? 17 ming so'm. Yine bola? Yinesi ağır aka. Ha, ko'p qo'zimi? Bo'ldi, qancha bu? 12 berishyapti. 12 berishyapti. Urg'achi. Berilibdi. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? Bozlardı hadi 11'den vermedim. 11'den vermediniz. He. Qo'zlar qancha bu? Hadi qo'ylar. Qo'ymi bular? Qanchadan bu? 16 mingdan, ha? 16 ming so'mdan bo'ldi. Endi to'g'onlar buna bozor shunday bugungi bozor.